Bu domimiz O'zbekimiz yonida tushgan Oil City yangi domlaridan. Oshxonasi jinday kattaroq ekan. Bu yerda ovqatlanishga ham, narsa qilishga ham sharoiti bor ekan. Bir tarafini uzunligini 4.5 sm bo'ldi. Xolodilnigi bu yerga katyolniklari urilib ketdi. Katyolniklari bor. Hamma udobstvasi bor. Moyka, gaz, vichka, duxovka, kir mashina. Bu yerga qimmat, hozirgi kunda eng trendda bo'lgan moykadan qo'yib berdik. Xudo xolisa, ancha xizmat qilsin klientimizga. Svetlar yonadi, gradislari chiqadi. 5 xil funksiyasidan iborat. Xohlagan joyiga tortib yurish mumkin. Bu yerdan meva-chevalar yuborgan sharchalar bo'lib chiqadigan ham bor. Tepasiga sushokalarni qo'yib berdik. Idish-tovoqlar terib foydalanish mumkin. Mexanizmlar davodchiga yaxshi xizmat qiladiganidan bo'ldi. Xudo xolisa aloqaga chiqarasizlar, chiroyli qilib olib o'rnatib beramiz.